boshqa chekda yashaydigan o'g'il otani uyiga kelibdilar ziyoratga. Assalomu alaykum dedi, yaxshi tuzimiz, ko'rishibdi ahvol. So'rashib bo'lgandan keyin bunda yelkani otaga o'girib, teskari qarab, cho'ntagidan pul olib sanayotganimiz shtillatib, pul sanayotganimiz. Bekitib otadan, voy sen xotindan bekit, boshqadan bekit, anta seni puling uchun o'rtoq bo'lgan, sen olib beradigan aroqqa do'st bo'lgan o'sha alkashdan bekitsan pulni. Sen otangdan bekitasanmi? Pul sanayotganimiz. Otasi aytdi, bolam, bu pulni menga berish uchun sanayapsanmi desa, ha dada, sizga bir ehson hadya qilmoqchiman, duo qilasiz. Nech pul sanayapsan, nech pul bermoqsan desa, ha mana $1000 duo qilarsiz debdi. Ota aytibdi, bolam, menga bersang sanamasdan bergin debdi. Chunki men shu bugungacha sanamasdan sarf qilganman senga debdi.